Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurmatli musulmon tuğanlarım, hech bir adam boshqa salvasin. Shunday kuy bo'la 2 soatda hech narsa qilgan emasman. Hozir ichkariga tortib ko'rsatamiz. Hurmatli musulmon tuğanlarım, hozir biz videodan ko'rib keldik. Alloh uchun yordam qilib qo'ydik deb. Hozir uyni ko'rib chiqsak, sizlarga ko'rsatamiz. Uy ahvoli действительно o'ta og'ir. Barcha narsa kuyib ketgan, dokumentlardan beri. Hozir şu yağmur joyi suv mana ko'ringizlar. Mana o'sha yerda turishamiz mana avestila. Ichkariga kirib ko'ramiz ana. Tuğanlar mana uy mantif kuyib ketgan. Hech narsa qolgan emas. Uy ahvoli og'ir. Allah hech kimni boshiga solmasin. Allah'ın yolunda yardım berip koyduk tuğanlar. Mana uydan sonra uçurup alışkan. Allah özün yardım ver Allah. Onlar hem kuyup ketken. Şu mana uydan sonra uçurup alıştır. Hatta git. Şu yaşayalım etrafında cana. Nega barcha kuyib ketgan uyni boshqadan joyish kerak. Nega tuğanlar Allah Taala hech kim boshiga solmasin. Shunday uyi birpasda kuyib o'chib qolib turibdi. Uyda ahvoli o'ta og'ir. Endi uyingiz ne bo'lib, qanday kuyib qoldi bu? Aytib bersangiz. Balam, kelganlarga cho'ng rahmat birinchidan, avraganlarga undan ham cho'ng rahmat. Hech kimni boshiga tushmasin bu. Shu elektr tank chiqdi-da 1-2 soatda arasında kuyup bitti de hiç balaga ulgu uspet qilgan jo'qmiz. 2 soatda kuyib bizdan dokumentlar ham kuyib ketdi va. Barligi uyda bo'ldi shu. Ya Allah. Ma mebellerim ichida постоянно endi hech kimni boshiga tushmasin. Buni birada o'yiga kelmaydi bu narsa. Endi uyda saqlanib dedi dokumentlar. Barligi kuyib bitti. Hech nega bir mana shu uyning ustimizda kiyimning qoldi. Allah yordamchi bo'lsin. Balaga uspet qilgan jo'qmiz. Allah Kur'an-ı Kerim'de de fa innemel usuru yusra deydi. Elbette kıyıcılıkta karşısında yaxşılık var deydi, jengilchilik var deydi. Allah'ım jengilchilik versin. Tuğanlar, geldingizler. Hazır biz uşul übülönün en makini koyup beremiz. Allah'ın yolunda koldan kelişince yardım bersengizler. Zeketini berem degenler zeketini beringizler. Hakikaten muhtaç. Hazır bu denemiz çınını aytkanda kızı 4 balası menen şunday kelip oturatken turmuşu bulbay anan balası var eken. Kıskası hazır tarttık naveste oturadi. Uy bile naveste. Uy yaşay turgan. Nerge kirip yaşashning hiç emesi yok. Sebep degende iş jittan turadi da. Nerçe. Oşun için Allah Taalaning yolunda yordam kılaylık kelingizler. Allah Taala barınızga yordamchi bo'lsin. Bereshenge Allah Taala bereshin inşallah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ya Allah.